Assalomu alaykum. Men Abduparva Dilmira, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 2-kurs talabasiman. Ushbu video raqamli tarix fanidan yakuniy nazorat uchun tayyorlandi. Biz bugun Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan Qizilsoy mahallasida turibmiz va mahallamizning o'tgan yillardagi hayoti, xususan maktab va masjid bilan bog'liq xotiralar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum ustoz. Bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Oldindan o'zingizni tanishtirib o'tsangiz va bolalikdagi shu mahallada o'tgan xotiralaringizni aytib bersangiz. Va alaykum assalom Dilmira qizim. Men Urinbayev Baxtiyor 1960-yili 7-noyabrda mana shu mahallada, ya'ni Qizilsoy mahallasi, Yuqori Chirchiq tuman Qizilsoy mahallasida dunyoga kelganman. Yoshligimiz mana shu mahallada o'tdi. Chang ko'chalar, loy ariqlarda cho'mildik, mana Qizilsoyimizda cho'milardik. Yoshligimizda endi e'tibor qilmasdik, hamma yoq ko'cha chang. U paytda asfaltlar bo'lmasdi. Mana hozirgi zamonga kelib juda zamonimiz tinch. Avvalambor prezidentimizga kattadan katta rahmat. Men mana shu 30-maktabni 1977-yilda tugatdim. Oltin medalga tugatib va Angrendagi pedagogika institutiga tushdim. Rus tili va adabiyoti fakultetiga. Hozirda mana shu 30-maktabda rus tili adabiyotdan dars beraman hamda psixolog lavozimida ishlayman. Mahallamiz tinch, obodonlash ishlari juda yaxshi olib borilyapti. Hozir mahallamizga kelgan inson ham umuman mahallani tanib bo'lmaydi. Mana poliklinikalar qurilyapti, supermarketlar qurilyapti, stadionlar qurildi, mana yoq turdagi Ustangar stadion, poliklinika, bolalar bog'chasi qurildi. Mana yaqinda ochilish marosimida. Mana shu 30-maktabni mana ko'ryapsizlar. Yaqinda yangi imoratga o'tdik, mana shu binoga kapital ta'mirlandi, mana yo'llari asfaltlandi, sport inventarlari deysizmi, o'quv qurollari deysizmi, hammasi 100% ta'minlangan. Umuman olganda mana shu O'zbekiston diyorida tug'ilib o'sganimdan men o'zimni juda ham baxtli inson hisoblayman. Ustoz, siz maktab paytida o'qib yurganingizda va undan oldin maktab va mahallamiz hayoti qanday edi? Biz 1-sinfga kelganda mana shuni ko'p eslayman-da. Onam rahmatli kichkina bir bo'zdan papka tikib bergandi. Uning ustiga 2-3 ta kitobimiz va daftarimiz solardi, siyohdonni chekkasida bo'lardi. Yosh bola ekanmiz, o'yin-qaroq o'ynagan paytimizda boyagi siyohdonlar to'kilib ketardi. 11-period bilan kichkina yog'och partalarda o'tib ta'lim olganmiz. Umuman ahvol yomon bo'lsa ham, lekin bilimga degan intilish bizda kuchli. Mana shu eski maktabdagi nurab turgan maktabda 1977-yil bitirgan bo'lsak, keyin boyagi institutga tushdik. Mana 5 yil tahsil oldim. Mana shu yerda imtiyozli diplomlarni bitirib kelib, mana shu 30-maktabda haligacha yoshlarimizga ta'lim-tarbiya ishlarini olib boryapman. Mana shu Qizilsoy mahallamizda tarixiy obidalarga mos joylardan biri mana shu Qirbiron tepaligi bor. Yoshligimizda mana shu tepaliklarga borib biz endi o'yin-qaroq bola ekanmizda, har qalay shu yerdan ko'p ko'zalar topardik, mis idishlar topardik. Mana shu kamon o'qlarini topardik, qilichlar, pichoqlar, har xil tarixiy yodgorliklarga mos mana shu buyumlarni topardik. Lekin u paytda e'tibor qilmasdik. Kumush tangalar topardik. Hozirgacha mana shu tepalik turibdi. Agar arxeologik qazilmalarni olib boradigan bo'lsa, o'ylaymanki, mana shu oldingi davrda insonlar qanaqangi, odamlar qanaqangi yashaganini bilib olish mumkin. Shuni bilan olib qaraydigan bo'lsak, mana shu yonimizda mana shu Qizilsoy soyi oqib o'tadi. Bu tepasi masalan o'sha Parkent tepasidan boshlanadi. Lekin necha yillardan beri mana shu Qizilsoy yoqasida o'zimiz yoshligimizda baliq tutganmiz. Mana shu Qizilsoy soyidan suvlarni ichganmiz. Mana shu dehqonlar o'z dehqonchiligini, ya'ni yerlarni sug'orardi. Yana tarix obidalardan bir joyi mana shu Qizmozor deyiladi. Mana shu qabristoni bor. Oldinlari faqat u joylarga
ayollar dafn qilingan. Haqiqatan ham juda tarixiy, masalan, ahamiyatga ega joylar deb bilaman. Ustozimiz aytib o'tgan Qizmazor nomi qadimiy rivoyat bilan bog'liq bo'lib, bir vaqtlar bu hududda malika yashagan va noma'lum voqea sababli malika va uning kanizaklari aynan shu joyga dafn etilgan. Shundan keyin bu maskan xalq orasida Qizmazor nomi bilan tilga olinib kelinadi. Biz ushbu joyga borganimizda eski daraxtlardan birining tanasi dumaloq shaklda o'yilib, unga ehson so'zi yozilganini ko'rdik. Mahalladoshlarning aytishicha, bir vaqtlar farzand ko'rolmayotgan ayrim ayollar bu yerga kelib niyat qilib ehson qilishgan ekan. Bu yerda 2 yo 3 ta mozor o'rniga ham ko'zimiz tushdi. Bu holat mazkur maskanning mahalliy xotirada muqaddas va sirli makon sifatida qaralishiga sabab bo'lib kelmoqda. Shuningdek, yana mahallamizda mana shu joyda Tashkanal, ya'ni Qorasuv oqadi. Lekin bir tarafidan aytish kerakki, mana shu daryomiz oqib o'tgan, kanalimiz oqib o'tganidan ham men juda xursandman. Hozir zilol suv, qishda ham masalan, men o'zim shaxsan borib, qishda ham cho'milaman, mazza qilaman. Mana shunday kanal, daryomiz oqib o'tganidan men juda ham mamnunman. Allohga shukrona keltirish kerak. Mana shu suvdan mana shu ko'p joylarga borib paxta sug'oriladi, bug'doylar sug'oriladi. O'zbekistondek bir jannat makon diyorda bilim olish, bilim berish bu men uchun katta faxr. Avvalambor qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz bilan bolalik xotiralaringizni bo'lishganingiz uchun kattakon rahmat ustoz. Har doim shunaqa kuch-quvvatga to'lib bolalarga bilim berishdan charchamang. Rahmat qizim Dilmira, senga ham omad o'qishlaringda, yaxshi kasb egasi bo'lib, mana shu oliy ta'lim muassasalarini bitirib chiqishingda tilakdoshman. Rahmat, salomat bo'ling. Ushbu video orqali men mahallamiz tarixini og'zaki manbalar asosida o'rganishga harakat qildim. Keksa avlod xotiralari biz uchun tarixning eng tirik shaklidir. Har bir mahalla bu tarix, har bir xotira esa bu boylik. Tarixingizni asrang. E'tiboringiz uchun rahmat.